Good day. Welcome to my lesson. Today's our topic is present perfect. Bugungi mavzumiz present perfect zamoni. Ya'ni bu hozirgi tugallangan zamondir. Present perfectning yordamchi fe'llari nimalar? Have and has. When we use have, I, we, you, they shaxslari uchun, has esa he, she, it shaxslari uchun ishlatamiz. Va present perfectly gaplarni, fe'llarini asosan gan yoki gandi yoki past simple'ga o'xshab d, edi kabi ko'rinishda tarjima qilamiz. Lekin siz past perfectly gaplarni to'liqligicha edi, ekan deb tarjima qilsangiz, u holatda past simple zamonini ifodalab ketishi mumkin. Shuning uchun ham e'tiborli bo'ling va ehtiyotkorona gaplarni tarjima qilishga o'zingizni diqqatingizni qarating. Formulalari: subject plus have, has plus verb 3 or is. It's positive form. Demak, darag gap shakli. Negative: subject have, has plus not plus verb 3 or is. And the last one, question one, have, has, subject and verb 3 or is. The key element of present perfect is verb 3 or is. Demak, present perfectning kalit elementlaridan biri bu fe'li doimo verb 3 da yoki idida turadi. Esingizdan chiqmasin. E'tibor bering. Gap tuzilgan. I've just cleaned my room. Men hozirgina xonamni yig'ishtirdim. Yoki men hozirgina xonamni yig'ishtirgandim. Ikki xil tarjima ketyapti. Keyin esa have kids slept yet? Hali bolalar uxlashdimi? Ya'ni uxlashmadimi? Shunaqa tarjimani beradi. Hali ham uxlashdimi degan narsa tarjimada keladi. Demak, biz present perfectni qachon ishlatamiz? The first one, usage. Perfect zamoni deganda eslab qoling, boshqa zamonlarda yo'q qo'ydi. Demak, present perfect zamoni va umumiy hamma perfect zamonlari natija bilan qiziquvchi zamon hisoblanadi. Demak, bu present perfectda ish harakat o'tgan zamonda bo'ladi, lekin natijasi hozirgi zamonda ko'rinib turgani uchun ham bu zamonimiz present deb nomlanadi. Ish harakat, e'tiborli bo'ling, past simple'da sodir bo'ladi, ya'ni past simple'da qilasiz, lekin natija hozir ko'rinib turibdi. Misol uchun qarang. I've just cleaned my room. Men hozirgina xonamni yig'ishtirdim deyapti. Xo'p, hozirgina bu o'tmishda tozalab bo'lgan, o'tmishda yig'ishtirib bo'lgan. Natija nima? Natija mening xonam toza, ozoda degan ma'noni bildiradi. E'tiborli bo'ling. Bu birinchi ishlatilishi. Ikkinchi ishlatilishi esa umrimiz davomida bajargan va bajarmagan ish harakatlarimizga nisbatan ishlatiladi. Bu nima degani? Misol uchun sizdan so'rashadi: samolyotga minganmisiz yoki chet elga sayohatga borganmisiz yoki o'tgan kunlar kitobini o'qiganmisiz kabi savollar beriladi. Bu umringiz davomida bajargan va bajarmagan ish harakatlaringizga nisbatan savol berish. Javob berishingiz qanday? O'tgan kunlarni 3 marta o'qiganman deysiz, mana martasini beryapsiz yoki hech qachon o'qimaganman deb o'sha ishni bajarganingizni martasini aytasiz yoki hech qachon bajarmaganingizni ifodalab o'tasiz. Bu ikkinchi ishlatilishi. Uchinchi ishlatilishi esa yangi ma'lumot berganda yoki e'lonlar berganda ishlatiladi. Bunda yangi ma'lumot nima degani yoki yangilik nima degani? Misol uchun aytamiz. Men imtihondan o'tdim deysiz. Kimgadir shu xabarni yetkazyapsiz. Aynan bu xabar o'sha shaxs uchun yangilik hisoblanadi va aynan shu gapingizni present perfect aytasiz. I passed my exam deysiz. Demak, imtihonni topshirdim degani. Va e'tiborli bo'ling, mana shu yangilikni aytasizmi yoki qanaqadir e'lonni aytasizmi kimgadir, voqealar rivoj, ya'ni aynan o'sha voqea natijaga kelgancha jarayonlari past simple'da aytiladi. Imtihon topshirdim dedingiz, qachon topshirdingiz, qaysi fandan topshirdingiz, qanday topshirdingiz va nimalar qildingiz imtihonda, mana shularni ifodalash hammasi past simple'da beriladi. Navbatdagi ishlatilishi esa biz biror bir narsani allaqachon qilib bo'lganimizni ifodalaganimizda
aynan present perfectdan foydalanamiz va bu o'zining maxsus signal so'zlaridan foydalaniladi. Present perfectni signal so'zlarga o'tadigan bo'lsak, demak keywords. Keywords for since ikkalasini ham tarjimasi dan beri yoki dan buyon deb tarjima qilinadi. Farqi nimada? For davomiylikni bildiruvchi vaqtlarga nisbatan. Since esa boshlangan nuqta. Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Misol uchun 2 soatdan beri desangiz, bu davomiylik, biror bir ish harakatni bajarganingizga shuncha vaqt ketganini bildiruvchi davr aynan for bilan keladi. Ya'ni 2 soatdan beri, kechadan beri, 3 oydan beri deysiz. Davomiylikni bildirsa, biz fordan foydalanamiz. Boshlangan nuqta, ya'ni ish harakatni boshlagan davringiz, vaqtingiz aniq bo'lishi kerak. Soat 2 dan beri, ertalabdan beri, kechadan beri kabi ma'nolarni bildirsa, ya'ni boshlanish nuqtasi kerak. Oylarni, yillarni, hafta kunlarni, kun qismlarini ishlatishingiz mumkin. Bu since bilan keladi. Just hozirgina degani. Already allaqachon. Recently yaqin kunlarda degani. Ever biror marta. Asosan bu darak, inkor va so'rov gaplarda ishlatiladi. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, tushuntirayotgan vaqtimda biror marta o'tgan kunlar kitobini o'qiganmisiz degan savolni berdim. Aynan shu savolimiz ever bilan beriladi. Never hech qachon darak gaplarda ishlatilib ma'noni inkor qiladi. In my life hayotim davomida, umrim davomida my olmoshini o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni subject qaysi shaxsga nisbatan kelayotgan bo'lsa, bemalol your yoki his, her kabi olmoshlarni qo'yishingiz mumkin. It's the first time. Bu birinchi marta. Biror bir ish harakatni birinchi marta qilayotgan bo'lsangiz, va mana firstni o'zgartirishingiz mumkin. Ikkinchi, uchinchi marta, ko'p marta deb. Aynan bu signal so'zimiz o'sha martasini bildiradi va gapni boshda kelib, bu signal so'zdan keyin subject verb keladi. Ya'ni xuddi bir ikkita gap kelganda bo'ladi. Lately, recently sinonim hisoblanadi. Once, twice, once bir marta, twice ikki marta. Yet, hali. Asosan inkor va so'rov gaplarni oxirida ishlatiladi. Bu signal so'zlar juda ham faol signal so'zlar hisoblanadi va bunga qo'shimcha tarzda biz ishlatishimiz mumkin. How long, qanchadan beri degan savolni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni aynan bu double H question hisoblanadi va how long bilan savol berilganda for or since bilan javob berishimiz kerak. Esingizdan chiqmasin. Yana bir shu signal so'zdan kelib chiqib bir qoida yaratishimiz mumkin. Biror bir ish harakatni o'tmishda boshlagansiz va hozirgacha davom etib kelayotgan yoki hozirgina tugagan ish harakatlar va uchinchi holatida esa o'tmishda o'sha ish harakat boshlangan va hozir ham o'sha harakat, o'sha ish bajarilgani haqiqat bo'lsa, aynan biz for since'dan foydalanamiz. Ya'ni bu present perfectni navbatdagi ishlatilish holati edi. Misol uchun, siz keling ingliz tilini 3 oydan beri o'rganyapman deb aytsangiz, o'tmishda boshlagansiz va hozir ham o'sha jarayon ketyapti. Ya'ni o'sha haqiqat. Aynan bu for va since bilan ifodalanadi, ya'ni perfectning qoidasi. Yoki tug'ilganimdan beri shaharda yashayman. Mana bu aynan o'tmishda boshlangan bu ish harakat, o'sha boshlangan vaqtdan beri hozirgacha haqiqat hisoblanadi. Yoki biror bir ishda ishlashingiz, 10 yildan beri bank sohasida ishlayman deysiz. Demak, bu o'tmishda boshlagansiz va hozir ham haqiqat ekanligini bildirishi. Bu present perfectni ishlatilish holati edi. Signal so'zlar haqida sizga aytib o'tdim. Aynan shu signal so'zlar gapni qayerida keladi va qo'shimcha sizga signal so'zlarni aytib ketaman. This bilan keluvchi signal so'zlar, ya'ni this Monday yoki this week, this month, ya'ni boshlangan davr hali tugamagan bo'lishi kerak. Ya'ni shu haftangiz hali tugamagan bo'lishi kerak. Yoki today signal so'zini ham aynan present perfectda ishlata olamiz. Ya'ni bugungi kun qismi hali tugamagan bo'lishi kerak. Demak, since
for gapni oxirida keladi. This bilan keluvchi signal so'zlar ham gapni oxirida keladi. Yet gapni oxirida keladi. Aynan qoidamda aytib o'tgan edim. Ever, never, just, already kabi signal so'zlar esa gapni o'rtasi, ya'ni yordamchi fe'l bilan asosiy fe'l o'rtasida keladi. It's the first time aytib o'tganimdek gapni boshida keladi va undan so'ng present perfect gapi keladi. Demak, keling endi bitta signal so'zi aynan since signal so'zini formula ko'rinishi mavjud, ya'ni boshlangan nuqta deb aytdim. Faqatgina soat yoki oy, yil emas, balki gap ko'rinishi ham kelishi mumkin. Ya'ni since gapni o'rtasida kelib, since'dan keyin past simple va since'dan oldin present perfect keladi. O'z tarjimasini saqlab qoladi bunda. For example, we've been very close friends since we lived there. Biz u yerda yashaganimizdan beri eng yaqin do'stlarmiz deyapti. Qarang, boshlangan nuqta qaysi? O'sha yerda yashaganidan beri. Yoki maktabga borganimdan beri u bilan yaqin do'stman deysiz. Aynan bu present perfect ishlatiladi. Biz bemalol since gapni boshiga qo'yishimiz mumkin. Bunda since gapni boshida kelib, formulamiz since past simple. Formula faqatgina joyni almashtiradi. Since past simple va present perfect ishlatiladi. Bu formula ko'rinishida gap kelishi uchraydi, ko'p emas, lekin mana bu birinchi formulamiz, ya'ni since gapni o'rtasida kelishi ko'proq uchraydi. Demak, aynan bu kalit so'zlarining umumiy yakuni hisoblanadi, lekin present perfect shu bilan tugamadi. E'tiborli bo'ling, been to, gone to'ni doskaga yozib qo'yganman. Bu qanaqa birikma, qachon ishlatiladi degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Hozir o'rganamiz. Been to biror bir joyga borib kelgan degan ma'noni bildiradi, ya'ni bo'lgan degan tarjimani bildiradi. Ya'ni have you ever been to the UK? Biror marta Britaniyada bo'lganmisiz? Birlashgan Qirollikda bo'lganmiz, qarang, bo'lganmiz. Borib kelganmiz degan ma'noni bildiradi. Gone to biror bir joyga ketgan va hali qaytib kelmagan. Aynan gone to ishladi. Qisqacha tarjimasi gone to'ni demak ketgan degani. For example, my friend has gone to Tashkent. Demak, do'stim Toshkentga ketgan. Hali demak qaytib kelmagan. Mana bu been to va gone to'ni bir-biridan farqi. Bu present perfect zamonani yakuni edi va present perfectni aynan signal so'zlarini ishlatilish alohida qoidalarini signal so'zlar bo'yicha aytib o'tdim. I recommend you write down these rules on your notebook and work on yourself, because many people have some trouble in this topic. Demak, chunki aynan present perfect zamonida ko'p odamlarda, demak o'rganuvchilarda qiyinchilik paydo bo'ladi, sababi ozroq bunda chalkashliklar mavjud. Lekin siz yaxshi o'rgansangiz, hech qanday qiyinchilik sizda mavjud bo'lmaydi. It's our lesson. So, thank you for watching.